Uyda yolg'iz 2 filmida kaptarlar bilan yuruvchi ayol nafaqat filmda, balki hayotda ham mutlaqo yolg'iz edi. Uning haqiqiy hayoti har qanday qo'rqinchli trillerdan ham qo'rqinchli edi. Brenda Friker tarixga Oskar mukofotini olgan birinchi irlandiyalik aktrisa sifatida kirdi. Lekin u o'zining oltin Oskar haykalchasini rakovina tagiga tashlab qo'ygan edi. Shon-shuhrat uning dahshatli tushlarini o'chira olmasdi. Uning qalbi bolaligidayoq majruh bo'lgan edi. O'z onasi uni qonga belab shafqatsizlarcha kaltaklardi. Otasi esa chetda turib buni tomosha qilardi. Brenda 10 yoshda o'z tanasini kesishni boshlaydi. Uning aytishicha, jismoniy og'riq uning ruhiy azobini pasaytirishga yordam berardi. Hayot undan asta-sekinlik bilan hamma narsani tortib olishni boshlaydi. U mudhish bir avariyaga uchraydi va uning natijasida ta'lim olishni yakunlay olmaydi. Brenda sevishni va sevilishni xohlardi va tez orada u turmushga chiqadi. U bola ko'rishni orzu qilardi, ammo u o'z homilasini bir necha marta yo'qotadi. Va yana bir bor homilasini yo'qotgandan keyin narkozdan uyg'onib, shifokorlardan achchiq haqiqatni eshitadi. Shifokorlar unga endi boshqa hech qachon farzand ko'ra olmasligini aytib o'tishadi. Oradan ko'p o'tmay uning turmush o'rtog'i fojiali ravishda halok bo'ladi. U shon-shuhrat cho'qqisida yolg'iz qolganida, har yil Yangi yil bayramida soatlar bong urganda odamlar yaqinlarini quchoqlab bayramni nishonlayotgan paytda Brenda o'z uyida yolg'iz qolar edi. Brenda Yangi yil bayramida mutlaqo yolg'iz edi. U pardalarni yopib, eshikni quflardi va qorong'i xonada jim va yolg'iz o'tirardi. Uni o'z itidan boshqa hech kimi yo'q edi. U o'z xotira kitobini u bolaligida o'ldi deb nomladi va bu haqiqat, chunki uning ichki dunyosi bolaligidayoq nobud bo'lgandi. Umrining so'nggi yillarida Brenda kasallikdan to'shakka mixlanib qolgandi. U og'riqni qoldirish uchun kuniga 25 ta dorini qabul qilardi. Uning og'rig'i shunchalik kuchli ediki, men og'riqdan har kuni o'lyapman deb aytib o'tardi. Brenda 2026-yil 16-iyulda bir umrga singan va cheksiz yolg'izlikda bu dunyoni tark etdi.